bir ustozning oldiga shogird kelgan ekan. Shogird kelib ustozga aytgan ekan, "Ey ustoz" degan ekan. "Men shu Payg'ambar alayhisolatu vassalomni qanaqasini tushunib ko'raman, o'rgating menga" degan. Qanaqasini Payg'ambar alayhisolatu vassalomni tushunib ko'raman, o'rgating deganda ustoz aytgan ekan, "Agar haqiqatan Payg'ambar alayhisolomni ko'rging kelayotgan bo'lsa, kechasi meni uyimga kelasanda, meni uyimda birga kechki tomoqni yeymiz" dedi. Kechki tomoq. Shogird yurib ketdi. Ustozning kelgandan keyin ustoz o'rgating menga, Payg'ambar alayhisolomni qanaqasini ko'raman shunda dedi. Desa, shunda o'chirib qo'ydilar telefonni. Shunda haligi ustoz aytdi, "Avval taomni yeysan, undan keyin o'rgataman." Taomlar olib keldi ustoz. Taom tuzlangan badalin, tuzlangan pomidor, tuzli non, tuzi ko'proq ovqat, hamma narsa tuzli narsa edi. Lekin bir pul tuzi bermadi. Haligi aytdi, "Nega oxirigacha yemasang Payg'ambar alayhisalom ko'rolmaysan" dedi. Haligi shogird hammasini yedi. Hammasini yedi-da, oxirigacha yedi. Payg'ambar alayhisalomni ko'raman deyotgan odam. Degandan keyin ustozini qaraman desa, endi ular bomdodda inshaalloh natija bo'ladi. Shunda endi shogird yo'q, Payg'ambar alayhisalom tushida ko'raman deb uxlatdi. Shunda bomdod bo'lib ustoz ketdi. Ustoz kelib turg'izsa, bari shogird turibdi. Aslida degan, "Nima bo'ldi, qani? Endi aytchi, Payg'ambar alayhisalom ko'rding desa, yo'q ko'rmadim. Nima ko'rding?" degan ekan. Shunday qarasam, osmondan yomg'irlar yog'yapti. Anhorlar oqyapti. Chashma buloqlar chiqyapti. Sharsharalarning shuvillagan tovushlar buloqlarga kelyapti. Suvlarning esib yuzlarini yo'qyapti degan ekan ustoz aytdi. Haq tushni ko'rsan. Haq tushni ko'rsan. Agar sen suvga chanqoq bo'lganda Payg'ambar alayhisalomga mahabbating chanqoq bo'lganda ko'rgan bo'lardi. Shunga qanchalik chanqoq bo'lganinglarda